2022-yillik Jungo ayollar A darajali futbol birlashma musobaqasining oxirgi aylanmasi. Zhejiang Hangzhou komandasi Shanghai Doha komandasidan musobaqa qilishyapti. Zhejiang Hangzhou komandasida Xinjianglik 2 ayrimiz bor bo'lib, ular birisiga Gulnigar Ahmadjon, yana birisiga Qunduza Iskandar. Gulnigarga fursat keldi. Gulnigar vatan oldi chiqib oldi, topni oldi. Gulnigar top tepdi, top kirdi. Gulnigar Ahmadjon. Hey, dadisi o'zini bilib, mana nayt yaramli tarbiyalangan bu qizchaq yana bir qitim komandasini yetaklab, davlatimizga eng katta sharaf Jungo ayollar darajasi tashqari birlashmasiga qaytgan bo'ldi. Oldi bilan bu ishga o'mak qizimizni tanishtirib o'taylik. Gulnigar Ahmadjon 1999-yili 10-oyda Urumchida tug'ilgan. Ahmadjon aka yana o'zi kichik vaqtida top o'ynagan. Futbol arzusini aytib kuchli bo'lganligi uchun qizi dadisining umidini aqlab, mana bu arzusini amalga oshirdi. U komandasi uchun ishga top kirgizib, komandasini ayollar darajasi tashqari birlashmasiga kelib chiqish uchun to'kib qo'shdi. Bu komandadagi yana bir o'mak qizimiz Qunduza Iskandar 1999-yili 4-oyda G'oljida tug'ilgan. Bu fasl Hangzhou komandasiga vakolatan 6 qitim maydonga chiqqan. Bek Bultor Xibey komandasiga vakolatan musobaqa qatnashgan. Ayni chaqda Xinjiang qizlar komandasida Xinjiangga shon sharaf yeb kelgan bu qizlar Xinjiang futbol ro'yini ishkir o'lkalarda namoyon qilmoqda. Menimcha bu mazmunni hammamiz keng taqatmay turolmaymiz.